Fakat 2 gün tekin. Bilesizler, Müyəssər Atacanova klinikası özünü halkı üçün yeniliklərin işlən umuman toxtamaydı. Şunun üçün bizə sizlərini oylayan halda 27-28 noyabr günləri fakat 2 gün bərçə proseduralarımızı tekin etib qoyacaqmız. Bunun içindən bir qançələrini sanab ötəmən, bel ağrığı, baş ağrığı, kista, miyoma, osteoxondroz, həmmə kəsəlliklərini Allahın izni bilən, təbii yolla bilən davalab durmuz. Xuda xalasa neçikdir kəsəllikiniz olsa bemalol gələsiz, klinikamıza gələnizdən keyin təşxislənən bepul qoyub bərəmiz, davalaş jarayonları bepul buladı. Lekin bu narsa faqat 2 gün davam etadi. Aytıb ötganimning Müyəssər Atacanova klinikasında bərçənizni kütüb qalamiz. Faqat zapisa yazılğanlarını qəbul etamiz. Ekranlarda rəqəmlər göstərilgan. Bemalol zapisa yazılasınız, gələsizlər, səni kütüb alamız. Assalomu alaykum aka. Klinikamizda nima kasallik bilan keldingiz? Alaykum. Men suyak yemirish bilan keldim. Nechanchi bosqichi bilan keldingiz suyak yemirishni? Endi men 3-bosqichini o'tdim, 2-3 bosqichdaydim. May oyida boshlaverdi. Toshkentda bor operatsiya bo'lib keldim. 2 oy bo'ldi operatsiya bo'lganima. Shundan oyoqimni basa olmadim. Shu yerga hassa bilan keldim. Xudoga shukr, 4 kunda yana hassani tashladim. Yaxshi, rahmat sizlarga. Kimdan eshitib keldingiz bizning klinikani? Men chiqanim Beruniydan yotverdi shu yerda. Belida grijasi bor edi. Shu yaxshi bo'ldim deb aytgani bilan keldim. Sen yotib ko'ring deb. Hamshiralar ham zo'r ekan, giyohlarni berib, tabiiy yo'llar bilan davoladilar. Fizioterapiyalar ham oldingiz. Fizioterapiyalar ham oldim, hijama oldim. Rahmat hammaga. Necha kunda hassani tashladingiz? 4 kunda tashladim hassani. Yurib ko'rsatib bering, hassadan keyin natijasini ko'ring. Odam Ina hassam tashladim, oyda yuribman. Ina sizlar ham kelaveringlar. Zo'r. Bemorlar kelaveringlar. Zo'r ekan bu yer. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasizlar. Yaxshimisiz? Müyəssər Atacanova klinikasına abuna bo'lsangiz, pul tarqatib turibmiz 100 ming so'mni. Abuna bo'lsangiz? Yo'q. Esa abuna bo'lib qo'ying, keyingi safar 50 dan chiqqanimizda Xudo xolasa o'tib olasiz, tez o'tiramiz o'yindan. Lekin Müyəssər Atacanova klinikasına abuna bo'lsangiz, pul tarqatib turibmiz. Abuna bo'lsangiz siz? Müyəssər Atacanova klinikasına abuna bo'lsangiz, pul tarqatib turibmiz. Abuna bo'lsangizlar 100 ming so'mdan. Esa abuna bo'lib qo'ying, keyingi safar 50 dollardan o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Bizda da o'yin yetib turibdi. Müyəssər Atacanova klinikasına abuna bo'lsangiz 100 ming so'mdan tarqatib turibmiz. Esa abuna bo'lib qo'ying. Bu birinchi o'yinimiz, ikkinchi o'yinimizda 50 dollardan tarqatamiz. Omad ishlaysiz. Omad. Sog' bo'ling. Xalq tabobati orqali davolaymiz. Tabiiy yo'llar bilan ukol dorisiz. Bizlarga ham hamma mijozda yaxshi bo'lib turibdi. Yana abuna bo'lgan ekanlar. Menga keyin 100 ming so'm pul. Endi safar 50 dollardan o'ynaymiz xudo xolasa. Donishlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Nechikdir kasalliklar bo'lsa klinikamizda kutamiz. Sog' bo'linglar.